Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan investorning erkinlik yo'lini ko'rib chiqamiz. Batafsil sizlar bilan. Umuman olganda bugun investitsiya nima uchun kerak? Moliyaviy erkinlikka qanday qilib chiqish nuqtalari va asosiy qadamlarni ko'rib chiqamiz. Juda ham muhim darslar. Oxirigacha birga bo'lamiz. Demak, boshladik. O'zi moliyaviy mustaqillikka chiqish uchun real yo'l bor. Va shu real yo'lni bosib o'tgandan keyin siz rostiga moliyaviy erkin bo'lasiz. Juda ham ko'p savollar keladi menga. Moliyaviy erkinlikka erishmoqchiman. O'zi nima u moliyaviy erkinlik? O'shalarga bugun javob beramiz. Demak, video taxminan 1 soatlarcha, 1-40 minutlarcha bo'ladi va o'shaning uchun oxirigacha o'tirganlarga sizlardan sabrni hozir chiniqtirib boramiz. Oxirigacha o'tirganlarga biz bonus savdo ham beramiz. Ya'ni bugun investitsiya haqida gapirganim uchun oxirida baribir zo'r investitsiya qilishni o'rgandim-ku, lekin broker qanaqa o'taman brokerdan degan savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun brokerdan o'tish ro'yxatini ham oxirida beraman. Batafsil hammasi tushuntirilgan, qanaqa qilib brokerdan va uni aynan yaxshi broker beraman. Mashinliklar emas, yaxshi brokerlardan o'rganib olasizlar ochish. Men yaxshi ko'rgan aksiyalarni ham beraman. O'sish mumkin bo'lgan hamda 5-10 dollarlik aksiyalar. Zo'rmi? Zo'r. Bundan tashqari hammamiz birga keyin kapitalist o'yin o'ynaymiz. Kapitalist o'yin bu imенно investorlar uchun o'yin va investorcha fikrlashni o'zida chiniqtirish uchun zo'r o'yin. Noldan investitsiya bilmagan odam ham o'yna oladi va juda ham investitsiyaga qiziqib qolib, kelajagini shu uzoq muddatli investitsiyaga bog'laydigan zo'r o'yin, fikrlashni o'zgartiradigan. Dunyo qarashni ham o'zgartiradi. Buni ham birga o'ynaymiz oxirigacha o'tirganlar bilan. Va eng ko'p beriladigan savol trading nima-yu, investitsiya nima? Bir-biridan qanaqa farqi bor? O'zim ham forex o'rganganman-u, investitsiya nima farqi bor? O'tda ham switchlar bormi yoki yo'qmi? Paternlar bormi yoki yo'qmi? Yoki o'ta fundamental analizmi, texnik analizmi? Hammasini tushuntirib beradigan va ichki strukturani boshdan oxirigacha tushuntirib beradigan darslik bor. Mutlaqo bepulga shu darslikka ham ega bo'lasiz. Bugun oxirigacha darsimni tomosha qilsangiz. Demak, biz boshladik. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Rejalarni to'g'ri tuzish eng muhim. 3 yillik qoidasi, skuk va aksiyalar farqi. Skuk degani iman invest, way to'lar boshida aytib o'tdik va ko'p odam so'raydi, iman investga investitsiya qilaymi, aksiyalarga ham. Shuni farqini ahamiyat beraman. Brokerlar kim va ular o'zi nimaga kerak, qanaqa ishlash kerak ular bilan va moliyaviy erkinlik formulasini ham ko'rib chiqamiz. Undan tashqari ajoyib taklifim bor. Xudo xolisa bu haqida yana dars oxirlashib borganda gapirib beraman. Zo'r taklif. O'zi men kimman va nima uchun men dars berishni boshladim, qachondan boshladim, shuni ko'rib chiqamiz. 1985-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 2004-yil Sharqshunoslik universitetini yapon filologiyasiga kirganman. Undan oldin 2001-yilda Sharqshunoslik litseyda o'qiganman. Va 2007-yilda 3-kursligimda men Yaponiyaga grant yutib oldim. O'zi O'zbekiston bo'yicha Buxoro, Samarqand hammasi birga o'ynagan paytda, to есть bitta odam yutish kerak edi va o'sha paytda alhamdulillah men yutdim va birinchi o'rin olib, yaxshi stipendiya bilan men Kyoto shahriga ketganman o'qishga. Ayni o'sha paytda Sumino Hideo degan inson birinchi investorlik qadamlarimni bosishga sababchi bo'lgan inson. Ular ham investor edilar, Yaponiyada har doim shlyappada yurardi. Uni O'zbekistonga kelganda ham tanishadi, sharqshunoslikdagilar. Afsuski vafot etdilar 2023-yilda 93 yoshlarida. Lekin eng moliyaviy erkin dunyo kezadigan inson sifatida shu insonlarni ko'rardim. Juda ham bo'sh, yaxshi, dobroy, chunki nima? Passiv daromadga ega inson har doim shunaqa bo'lib qolar ekan. Juda ham havas qilganman va ular Yaponiyada paytimda menga ko'p o'rgatganlar investitsiya haqida. Endi shu bilimlar bilan sizlar bilan ham bo'lishib boraman. Elchixonada ish faoliyatimni 2008-yilda, ya'ni 2007-2008 Yaponiyada o'qigan bo'lsam, qaytib kelib 2008-yilda 15-dekabrda birinchi bor elchixonaga kirib kelganman, Yaponiya elchixonasiga ishga. O'zi yaponlarni yaxshi ko'raman, yapon falsafasini yaxshi ko'raman, bilasizlar, va yapon madaniyatini ham yaxshi ko'raman. Juda ham intizomlik, sabrlik xalq. Shu bilan 14 yil Yaponiya elchixonasida ishlaganman. Orasida Amerika va AQSh tajribalariga asoslanib investitsiya qilishni boshlaganman. Birinchi bilimlarimga asoslanib, orasida trading ham qilib ko'rganman. Shuning uchun umuman moliyaga bag'ishlangan barcha bilimlarni alhamdulillah o'zimning tajribamda sinab ko'rganman. Hammasini yig'ib sizlarga bugun darsga tayyorladim. Va 2022-yildagina men moliyaviy erkinlikka erishib, oilaviy hammamiz elchixonaga rahmat dedik, xayrlashuv kechasini qildik. O'zi qo'yib yuborishmadi men, chunki eng yosh ishchisi
va konsullik bo'lim boshlig'i edim viza bo'yicha. Shuning uchun qo'yib yuborgisi kelishmasdi, lekin yana 2 oy ishlab ber, yana 2 oy ishlab berdim. Oxir oqibat 1-maygacha ishladim va 1-may kuni biz elchixonadan ketdik va 15-mayda ko'chib ketdik Antaliya shahriga. O'shandan beri Antaliyada yashab kelamiz. Bugungi kunda men 18 yillik investitsiya bo'yicha tajribaga ega insonman. 7 ta tilda bemalol suhbat olib boraman va 3 ta brendimiz bor. Wagyu Uz, Yaponiyadan Wagyu olib kiramiz. Birinchi qo'l WeGrow Invest va WeGrow Trip bor. Birga sayohat qiladigan turistik kompaniya. Okey, undan tashqari yana 2 ta brendimiz bor. Xudo xolasa u amalga oshgandan keyin ular bilan ham tanishib chiqamiz. Qaysi kompaniyalarga investitsiya qilganman? Hozirgi kunda kompaniya ichida eng taniqli, sizlarga bo'lmay tanish bo'lish uchun bu kompaniya tanlaganman. Tesla, Apple, Nvidia kompaniyasi. Nvidia hozir birinchi o'rinda kapitalizatsiyasi bo'yicha ham ancha oshib ketdi. Anaqidan Appledan Facebook kompaniyasi, AMD, Newmont Corporation bu oltin ishlab chiqaradigan kompaniya. Imенно oltin fond emas, oltin qazib chiqaradigan kompaniya. Farqini ham aytib beraman. Juda ham qiziq farqi bor. Johnson & Johnson kompaniyasi o'zimiz bilgan tanigan prinsipkalar bilan meditsinskiy sfera aytgan darsimda ham aynan tahlilda Johnson & Johnson olganman, chunki zo'r o'sishi mumkin bo'lgan potensialiga kompaniya. GLD bu oltin fondlari va REIT fondlari, ko'chmas mulk fondlari. Juda ham qiziq, odamlar baribir shuncha odam o'qitgan bo'lsam ham ko'proq aytadiki, ko'chmas mulk investitsiya zo'r-da, baribir deydi ustoz. Aynan REIT fondlar aksiyalari bor, fond bozorida bor va ular ham ko'chmas mulk fondlari. Xuddi shunaqa. Ular ham sizga o'xshab uni arendaga berishadi yoki sotishadi, pullari bilan, ya'ni dividend sifatida investorlar bo'lishadi. Demak, aksiyalarga kirish arzonroq, ko'chmas sotib olish qimmat. Shuni farqini bilib olsanglar, xudo xolasa bugun va stabillik bo'yicha, risklarni kamaytirish bo'yicha REIT fondlar menimcha chempion hisoblansa kerak. Ular haqida ham ma'lumot olamiz. Va o'zim elchixonada ishlab yurgan paytlarimda qanaqa qilib reja tuzdim. Menimcha juda ham foydali bo'ladi sizga, chunki ko'pincha odam baribir hozir ishim bor, davlat ishimi yoki qanaqadir biznes egasimi yoki kimnidir qo'lida ishlayaptimi, oylik tushum bor. Lekin shu oylikka qancha ishlayman? Kelajakni ko'ra olsamda bir 10 yil, 15 yil kelajagimni ko'ra olsamda mayli edi, men shu oylik ishlayman, chunki kelajakda bir narsaga erishaman deb. Lekin men oylik olaman 5 million deylik yoki 10 million, oxir oqibat har oy oylik tugab qolyapti, ozgina yig'sam yo'qolayman, uni qayerga to'g'ri joyga sarflashni bilmayman va oxir oqibat orqaga qarasam 10 yil ham ishlab qo'yibman, lekin hech narsa o'zgarmadi. Juda ham katta og'riq bu, chunki kelajakni ko'rmayapmiz. O'shaning uchun men o'zim qanaqa qildim? Xuddi sizga o'xshab men ham oylikdan oylikgacha ishlagan edim. Birinchi bo'lib menga oylik imенно daromaddan emas, qancha men pul sarflayapman, shuni hisoblab chiqdim. Bir oyda menda necha pul ketyapti? Juda ham muhim, chunki chiqimni to'ldirib beradigan passiv daromad kelsa, siz moliya erkinsiz. Shuni bilib oling. Demak, chiqimlarni hisoblab chiqdim. Keyin shu chiqimlarni to'ldirish uchun men qancha investitsiya qilishim kerak? Qancha mablag' bo'lsa, investitsiyada meni chiqimlarimni, oylik chiqimlarimni to'liq-to'kis qoplay oladi. Bu haqida yana formulasini beraman dars oxirida, qanaqa qilib hisoblash. Hozir siz bilmayapsizlar, to'g'rimi? Mayli chiqimni hisoblayman, lekin qancha investitsiya qilishimni bilmayapsizlar. O'shaning uchun buni formulasini beraman. Va necha yil kerak? Shu summa, ya'ni solishim kerak, investitsiyaga solishim kerak bo'lgan summaga mendan necha yil ketadi? Bu 3 ta muhim qadam. Yozib olinglar, foydali bo'ladi. Chiqimni bilish, chiqimni qoplaydigan summani bilish va shunga necha yil kerak. Shu 3 narsani bilib olsanglar, zo'r intizomli investor bo'lasizlar. 4 ta qadamga bo'lib chiqdim meni strategiyamni. Birinchisi qadam va eng muhimi, men investitsiya qilishni real boshladim. Chunki nima bo'ladi, ko'pincha biz strategiya tuzamiz, miya bizga dopamin beradi, aytadiki, zo'r, hech kim qilmagan ishni qildingiz, уже tuzib chiqdingiz, strategiyasi bor, 10 yil ketar ekan, moliyaviy erkinlikka erishish uchun zo'r deydi, endi ozgina dam olamiz deydi va shunda siz aldanib qolasiz. Ko'pincha shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r strategiya qilasiz, xursand bo'lasiz, shu energiya bilan uyga ham kelasiz, yoramiz, dahshat qilamiz deysiz, oxir oqibat bir oydan keyin qarasa hech narsa o'zgarmagan. Chunki o'sha paytda eng zo'r ruhlayotgan, motivatsiya olgan paytingizda harakat qilish eng muhimi. 80% uspeh, omad aynan shunda keladi. Shuning uchun birinchi bo'lib qilgan ishim broker hisob ochish. Eng qiyin shu, o'zi to'ldirish kerak, anketalarni to'ldirish kerak, autentifikatsiya qilish kerak. Shuni qilib olsangiz,
o'zingizni investordek his qilasiz. Shuning uchun birinchi bo'lib qilgan qadamim shu edi. Ikkinchi qadamim oylikni endi 10-15% oylikka qarab, rasxodlarga qarab men ajratishni boshladim. Uchinchi qadam emotsional xarajatlardan qochish kerak. Va emotsional xarajatlardan qochish bo'yicha va ulardan qanaqa qilib ularga tushmaslik bo'yicha alohida darsligim bor. Uni ham ko'rib olinglar. Bu juda ham katta tema, merchandising, qanaqa bizada supermarketlar qanaqa qilib bizdan pul olish, lavoshkalarni tuzish haqida zo'r darsligim bor. Uni ham ko'rib olinglar. Va intizomlik, davomiy investitsiya qilib bordim. Bu eng muhim qadam. Chunki siz $100 ajratib borasiz va deylik yarim yil ajratdingiz, $600 bo'ldi, keyin investitsiya uchun yana ko'payishni boshlaydi. Pulingiz $600, $800 bo'lar, $1000 bo'lar. Sizga bu shirinday tuyuladida, to'xtab tur, men qilib ko'rdim. Prinsipi zo'r ishlayotgan shu tizim. Endi shuni men yechib olay. Chunki kerak bo'lib qoldi. O'tga, bo'tga, tug'ilgan kun, to'y, o'g'limni to'yi, bu yechib olasiz. Ja bo'lmasa bitta telefon olib boraman deysiz. Mumkin emas. Siz birinchi 3 ta qadamda tuzdingiz-ku necha yil kerakligini. Demak, o'zingiz uchun, miyangiz uchun buyruq beringki, men shu yil, ya'ni 10 yil kerak bo'ladimi, 5 yil kerak bo'ladimi, men pulga tegmayman. Bu pulim meniki emas. Bu pul investitsiya uchun, oxir-oqibat mazza qilib yashashim uchun deb o'zingizga qaror qabul qiling. Shunda miyangiz bo'ysunadi va shu pulga hech qanaqa planlar qilmaydi. Chunki miya plan qilish boshlasa, siz shu pulni yechib olasiz. 4 ta muhim qadam yozib oldingiz degan umiddaman va biz keyin boshlaymiz. Sizlar uchun mana hozir savol beraman va o'zingiz uchun javob bering. Iloji boricha iskrenli javob bering. Dilingizdan, ichingizdan insof bilan. O'zingizni va oilangizni butun hayot davomida ta'minlab beradigan pul oqimini ta'minlab beradigan imkoniyat topdingizmi? Ya'ni siz ishlamasangiz ham butun umr shu bilan siz ta'minlanib, bemalol yashay olasiz. Va agar yo'q bo'lsa, bu yerda ikkinchi savol. Ushbu imkoniyatni izlashga qancha vaqt ajratasiz? Bir kunda yoki bir haftada yoki bir oyda qancha vaqt ajratasiz? Aynan shunga fokus qaratib, shuni qilishim kerak deb. Va agar vaqt ajratmayman desangiz, unda uchinchisini eng muhimi yo'q bo'lsa, buni qanday qilib oilangizga, siz boquvchisiz va qanday qilib oilangizga siz shuni tushuntirasiz. Imkoniyat topa olmadim va uni qidirmayapman ham. Shunaqa deb tushuntira olasizmi? Afsuski yo'q. Biz oila boquvchisimiz yoki farzandlarimiz bor va bizning asosiy maqsadimiz shu qora qozon qaynashini ta'minlab berishimiz kerak. Ishlaymizmi yoki yo'qmi? Demak, agar ishlamasdan ham bizga passiv daromad manbai yaratib qo'ysak, eng xotirjam inson bo'lamiz. O'shaning uchun 3 chelak qoidasi bu yerda juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki hammamiz moliyaviy erkinlikka erishmoqchimiz u, ish qilmasdan pul kelishini ta'minlab qo'ymoqchimiz u, lekin unga chiqish qadamlarini yaxshilab tushunmaymiz. Bu dars aynan shuning uchun. Hozir yaxshilab tushunib olamiz. Birinchi chelak bu moliyaviy himoya, ya'ni moliyaviy erkinlikka chiqishdan oldin eng birinchi qiladigan narsamiz bu moliyaviy himoyani ta'minlab qo'yishimiz kerak. Ikkinchi chelak moliyaviy xavfsizlik. Moliyaviy himoyani ta'minlab bo'lganimizdan keyin, ya'ni chelak nega to'ldiriladi. Shu to'lgandan keyingina moliyaviy xavfsizlikka o'tamiz. Shu chelak to'lgandan keyingina moliyaviy erkinlikka chiqamiz. Mana shunday qilib moliyaviy erkinlikka chiqa olamiz. Boshqacha yo'l bilan men moliyaviy erkin bo'lmoqchiman o'ylamang. Eng tizimlik va sekin, sabrlik va xotirjam chiqish yo'li mana shu yo'l. Hozir tushuntirib beraman qanaqa bu yo'l. Demak, mana moliyaviy himoya, moliyaviy xavfsizlik va moliyaviy erkinlik. Screenshot qilsanglar bo'ladi yoki yozib olinglar. Yozsanglar yaxshiroq bo'ladi, miyangiz shuni ko'proq eslab qoladi. Moliyaviy himoya. Demak, birinchi chelak va uni qanaqa qilib to'ldirish kerak? Nima bilan? 6 oy ichida ro'zg'oringizni to'la qoplay oladigan summa. Faqat bitta narsa, minimal ro'zg'oringiz. Bu yerda ichiga katta summani solmanglar. Eng kam ro'zg'or shu qora qozon qaynaydigan, qorningiz to'yadigan, uni ustiga kommunalkalar, telefonga to'lov, internetga to'lov, siz uchun zarur bo'lgan ro'zg'orlarni hozir hisoblab chiqinglar. Hozir erinmasdan hisoblab chiqinglar. Pauzaga qo'ysangiz ham bo'ladi, hisoblab chiqing. Bir oyda menda ekonom variantini qilsam, ya'ni tejab ishlatsam, mashincha pul ketadi deb chiqarib olinglar, bitta summa chiqadi.
Kimnidir bu 3 million chiqadi, kimnidir 4 million, kimnidir 5 million chiqadi. O'zbekiston sharoitida mana shu to'lovlarni qilib, qora qozon qaydigan narsalar olib, non, tuz, go'sht hammasini olib yashash uchun. Va agarda siz yo'q bu summa juda ham katta desangiz, adashasiz. Sizda albatta bitta qarindoshingiz bor. Uni eslang. Shu qarindoshingiz 3 million, 4 million, 5 million oylik oladi, lekin uyga kelsangiz har doim ovqat bor. Har doim sizni mehmon qila oladi. Balki siz kutgandek emasdir, balki stolida zo'r narsa turmas, lekin stol bor. Dar chaqchuqlar ham bor. To'g'rimi? O'zingiz hayron qolasiz. Qattan bu men shuncha oylik olaman, bu mendan kam oladi, lekin barakali. Demak, tejab asosiy emotsiya xarajatga berilmasdan asosiy ro'zg'or bilan 4-5 million atrofida qilsa bo'ladi. O'z uchun shu summani hozir hisoblang. Va endi shu summani endi taxminan biz hisoblab chiqdik. $400. 5 million deylik. 5 million oylik minimal ro'zg'orlar uchun yetadi. Demak, $400 endi 6 ga ko'paytirasiz. Taxminan 400 ko'paytirib 6 $2400 bo'ladi. Demak, bilingki, $2400 yig'ilsa, mana shu yonimda tursa, men moliyaviy himoyalanganman. Tabriklayman. Agar sizda hozirgi men dars ko'rayotganingizda sizda $2400 yig'ilgan bo'lsa, ya'ni oylik chiqimlaringiz minimal xarajatini qoplaydigan 6 oylik. Tabriklayman, siz himoyalangansiz. Nega 6 oy va nega himoya deyiladi? Chunki agar ishdan ketib qolsak yoki biznesimiz to'xtab qolsa, nima bo'ladi? 6 oy bemalol kichkina ro'zg'or bilan yashay olamiz. Bu bizga juda ham katta xotirjamlik beradi. Va biz endi boshqa 6 oy ichida odam bemalol yangi ish topishi mumkin ekan va yangi biznes boshlashi mumkin ekan. Lekin agar umuman bir kun ham yashay olmaydigan summa bo'lsa sizda, ishdan bo'shashingiz bilan vahimaga tushib qolasiz. Voy, endi ish topmasam bo'lmaydi, ertaga chunki mayda ro'zg'orlar bor, bog'chaga to'lov bor, nima qilay? Shunaqa bo'lmasligi uchun iltimos hammamiz moliyaviy himoyani birinchi bo'lib, moliyaviy chiqish yo'li birinchi qadami moliyaviy himoyani ta'minlab qo'yishimiz shart deb o'ylayman. Va uni chiqish ikki xil yo'li bor. Ataylar ikki xil odamni ko'rsatdim. Ahmad ismli inson $500 oylik oladi. Va $20 tejab qola olaman dedi. Ustoz Rafqat Musakov, men od dushi $20 tejab qola olaman dedi. Xo'p, zo'r deyman va hisoblab chiqamiz. Demak, unda $480 minimal rasxodlar uchun ketyapti. Minimal rasxodlar $480 ko'paytirib 6 $2880 u yig'a olish kerak, to'g'rimi? $2880 bo'lsa uyda u himoyalangan bo'ladi. Zo'rmi zo'r. Endi no tomoni bor, $20 dan ajratyapti. Oxir-oqibat $20 dan $2880 yig'ish uchun unda 12 yil kerak bo'ladi. Tasavvur qilasizlar? 12 yilda u endi $2880 yig'a olyapti. Va xudoga shukr, men moliyaviy himoyalanganman deyapti. Bu yo'q, 40 yoshdan oshib ketib qoldi. O'shaning uchun ikkinchi variant tanlaganimiz yaxshi. Ya'ni kamroq ishlab, ko'proq teja variant. Xuddi shunaqa Bahrom ismli inson $100 tejayapti. Unda ham oyligi $500. Ikkalasi ham bitta joyda ishlayapti, bir xil oylik olishyapti. Faqat bu aytayaptiki, men moliyaviy himoyani tezroq ta'minlashim kerak va $400 ga yashay olaman. Xarajatlar, emotsiya xarajatlarini chiqarib olaman va $100 dan tejayapti. Shunda $400 uni xarajati 6 ko'paytirsa 2400 va 2400 ni u $100 dan ajratayotgani uchun atiga 2 yilda yig'a oladi. Chunki $100 bir yilda 1200, 2 yilda 2400 bo'ladi. Mana bu eng zo'r sistema. 2 yilda moliyaviy himoya tayyor. Endi ishdan bo'shasa ham bemalol xotirjam. Bilasam qanaqa zo'r xotirjamlik beradi. Lekin undan ham zo'r narsa bor. Va bu moliyaviy xavfsizlik. Bu keyingi qadam. Sizlarga ko'proq xotirjamlik beradigan qadam. Nega? O'sha minimal rasxod bor, $400 biz olgan, 5 millionlik deylik. O'sha rasxodni endi 6 oy emas, 1 yil emas, 5 yil ham emas, umringizni oxirigacha ta'minlab beradigan yo'l bor. Mana bu eng shirin tomoni. Tasavvur qilinglar, $400 da minimal rasxod tejab yashaysiz, lekin butun umr sizga shu $400 keladi. Ishdan bo'shasangiz ham minimal rasxodlar qora qozon qaynash uchun, yeb ichish uchun, kommunal xizmatlar uchun chiqadi shu $400. Desa, siz qanchalik xotirjam bo'lasiz?
hobbi qilishni boshlaysiz. Qo'shimcha joylarga borishni boshlaysiz. Chunki bilasizki, qora qozon qaynashga pulim bor. Va bu moliyaviy xavfsizlik deyiladi. Himoyadan ustun, lekin hali erkinlik emas. Moliyaviy xavfsizlikka erishganingizdan keyin, xudo xolasa, shu videodan keyin aniq yo'nalishlar bo'ladi sizlarda va siz moliyaviy xavfsizlikka erishasiz. Demak, u nima? Qanaqa formulasi? O'sha $400 misolda qolamiz. $400 endi 6 ga ko'paytirmaysizda 150 ga ko'paytirasiz. 400 ko'paytirib 150. Demak, $60,000. $60,000 investitsiya qilib qo'ysangiz, sizga har oy kelib turadigan summa $400 bo'ladi. Qanaqa hisoblangan? Mana shu Bahrom ismli insonni qaraylik, chunki u ko'proq tijoratda, u молодец. O'shani agar sizdan Bahrom bo'lsangiz, yoki Bahrom ayoli bo'lsangiz, bilasizki, tabriklaymiz. Demak, 150 ko'paytirgan 60,000 chiqadi. 60,000 bu bozorda, investitsion bozorda 8% yillik daromad degani. Va bu juda ham kam. Chunki fond bozorida bundan ham ko'proq qilsa bo'ladi, 10%, 20%, hattoki yaxshilab o'rgansangiz 30%, 50% qilsa ham bo'ladi. Buni misollari bor va tarixda juda ham ko'p ko'rganmiz. Ammo men ataylab, men ertaga o'xshab, mifga o'xshab gapirgim kelmayapti. Real narsalarni bergim kelyapti. Shuning uchun 8% oldik va 8% yillik daromad sizga 60,000 dan 4,800 keladi. 4,800 ni 12 oyga bo'lib olsangiz 400 dan kelyapti. Bu oddiy matematika. Demak, bilingki, $60,000 yig'ib qo'ysam, fond bozorida investitsiya qilsam, u menga har oy meni minimal ro'zg'orimni ta'minlab berar ekan. Zo'rmi zo'r. 60,000 ko'p bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, dars oxirigacha ko'ring, bilasizki, unaqa ko'p emas ekan va investitsiya qilib borsam, har oy $100 dan men bunga tezda chiqa olaman deysiz. Keling, keyingisini ko'ramiz. Barosdan ham qanaqa o'zi bir hozir pauzaga bosing, tasavvur qilib ko'ring. Qanchalik siz o'zingizni yengil his qilasiz. Qanchalik yelkangizdan tosh ag'darilgan bo'ladi. Chunki farzandlarimiz bor, ответственность bor, javobgarligimiz bor va shuni ta'minlab beradigan yo'l topdim ekan deysiz. Foydali bo'lsin va rostdan ham moliyaviy xavfsizlikka erishinglar. Erishib ko'ringlar, mazza qilasizlar. Endi o'shaning uchun savol. 2026-yilda men buyuk maqsad qo'ydim. Moliyaviy erkinlikka erishaman, uy olaman, mashina olaman deyotgan bo'lsangiz, lekin hali tejashni boshlamagan bo'lsangiz, shunga yarasha sizning maqsadingizni jiddiy deb tan olib bo'lmaydi. Chunki bilasizki, oldingi yil 2025-yilda hech narsa o'zgarmagan. Pul ham yig'ilmagan. 2026-yilda yangi yilda plan qo'yib oldingiz, lekin hali ham hech narsa o'zgarmayapti. Mana o'sha 4 oy o'tib bo'ldi. O'shaning uchun tejashni boshlang. Tejashni boshlab moliyaviy himoyaga erishing. Moliyaviy himoyadan keyin orasida moliyaviy xavfsizlik uchun investitsiya qilishni boshlang. Zo'rmi zo'r. Eng yaxshi yo'li. Va endi shu ikki shartni tezda qilsangiz, sizda moliyaviy xavfsizlik ta'min olasiz. Birinchisi, uzog'i 2 yil ichida moliyaviy himoyani ta'minlashingiz kerak bo'ladi. Bu uzog'i. Ikkinchisi, undan keyin intizomli ravishda investitsiya qilib borishingiz kerak bo'ladi. Oyiga $50 deb ajrating, oyiga $100 deb ajrating, investitsiya qilib boring. Shu summa hozir ko'rsataman, sxemasini tezda sizga o'sha $60,000 ta'minlab beradi. Xo'p, moliyaviy himoya xavfsizlikni ikki xil amalga oshirsa bo'ladi. Birinchisi sukuklar bilan, ya'ni Iman Investga investitsiya qilish, ikkinchisi aksiyalarga. Va ularning orasidagi farqi bor. Ko'p so'rashadi mendan, ustoz, Iman Invest ham investitsiya fondi, aksiyalar ham investitsiya. U yerda ham investorman, bu yerda ham investorman. Qaysi biri yaxshiroq? Demak, Iman Invest, Way2 kabilar ular sukuklarga kiradi. Nima degani? Siz ularga pul berasiz, ular biznesga investitsiya qilishadi, biznesdan sizga pulingizni ko'paytirib, yillik yoki chorak sizga dividend berib turishadi. Zo'rmi zo'r. Va rostdan ham xavfsiz pul ko'paytirish yo'li. Aksiya qanaqa? Aksiya sotib olasiz, qaysidir kompaniya, Apple, Tesla farqi yo'q, sotib olasiz. Bu kompaniya xuddi shunaqa biznes qiladi, o'zini biznesiga investitsiya qiladi, ko'paytirib beradi pulingizni, to есть savdosi oshadi, yaxshi daromad qiladi, oxir-oqibat dividendlar sizga to'lab beradi.
Zo'rmi zo'r. Ikkalasi shu nuqtai nazardan bir xil. Hozir ko'rib chiqamiz. Sukuk qanaqa ishlaydi? Sonlarda ko'rib chiqamiz. Sukuk $10,000 investitsiya qildingiz deylik. Sizga u yerda dividend 10%, endi bir xilida 20%, endi men dollarda ko'rganim uchun tushirdim. So'mda 20% dan bo'ladi. Deylik 10% yillik dividend beradi sukuklar. Nafaqat Emmanuel Way boshqa umuman dunyodagi sukuklar. Va investitsiya muddati 10 yil deylik. 10 yilga men pul solaman, $10,000 orasida dividendlar olib turaman dedingiz. Va oxir-oqibat 10 yildan keyin muddat oxirida siz yana 10,000 qaytarib olasiz. Zo'rmi zo'r. Siz ham dividendlar oldingiz, prinsipi moliyaviy xavfsizlik ta'minladingiz, pul kelib turdi sizga. Oxir-oqibat nima qilasiz? 10 yildan keyin shu pulni chiqarib olasiz. O'zingiz pulingizni, $10,000. Aksiya qanaqa qilib ishlaydi? Xuddi shunaqa qilib $10,000 soldingiz, Emmanuel Way hukuklarga emas, aksiyalarga. Deylik, Nvidia kompaniyasi sotib oldingiz $10,000 ga. Dividend oldingiz. Mayli, Nvidia hozir dividend bermaydi, boshqa kompaniya, Johnson & Johnson kabilar dividend beradigan kompaniya juda ham ko'p. 10 yildan keyin, 10 yil ichida siz ham dividendlar olib borasiz. Deylik, yillik 10%, qaysidir yili 15, qaysidir 8, mana qilib, taxminan yillik 10%. Investitsiya muddati bir xil, 10 yil. 10 yil siz investitsiya qilib borasiz. Oxiri farqi mana shunda. Muddat oxirida aksiya ko'tarilgan narxda sotishingiz mumkin. Mana bu yerda oltin qazilgan ham bo'ladi, chunki sukuklardan farqi shunda. Siz solgan pulingizni qaytarib olasiz sukuklarni, bu yerda esa oshgan narxida olasiz. Ya'ni $10,000 soldingiz, Nvidia misolida ko'ramiz, $10,000 solganingizdan keyin uni tegmasangiz 10 yil, oddiy misol 2014-yilda soldingiz, 2024da sotdingiz. 10 mingingiz 4 million bo'ldi. $4 million. Ya'ni 10 ming soldingiz, hech narsa qilmadingiz, ishlarni boshqa pul ham solmadingiz. Boshqa narsalar bilan ishlab yurdingiz va oxiri 10 yilda sotsangiz, tasavvur qilasizmi? $4 million qo'lingizda. Zo'rmi zo'r. Mana aksiyani eng shirin tomoni. Faqat bu yerda nyuans bor. Aksiya tanlashda siz adashishingiz kerak emas. Yaxshi tahlil qilishingiz kerak. Yaxshi tahlil qilishni o'rganib, mana shu aksiya o'sadi 10 yil deb olsangiz, xotirjam bo'ling, o'sadi. Bu yerda kino esimga tushib qoldi, oilaviy kino, Взрыв из прошлого degan kino ko'ringlar, juda ham zo'r. Investitsiya haqida emas umuman. Kino mazmuni shundan iboratki, adasi aqlli, o'qimishli kishi, ayoli bor va ayoli ikki qat. Shu bilan atomni bomba portlaydi degan xabar tarqaladi Amerikada va u o'ziga uyini ichiga bunker yasaydi. Atom bomba o'tmaydigan, yashash mumkin bo'lgan, 35 yil yashash mumkin bo'lgan ichida ovqatlari bilan birga qo'yadi. Va nima bo'ladi? Shu bilan qarang. Atomni bomba portlayapti degan xabar eshitib, u qo'rqib qamalib oladi ichiga. Shu bilan avtomatik eshiklar yopiladi. Ayol ikki qat o'sha yerda tug'adi ham, 35 yil yashashadi. U farzand 35 yoshga to'ladi, sootветственно. Va nega chiqa olmaydi? Chunki eshik avtomat yopilsa 35 yildan keyin ochilar ekanda. Chunki atomni bomba narsasi kirib qolmasin, o'zimiz ochib olmaylik degan. Yashashadi o'sha yerda. Kino shu haqida. Farzand katta bo'lish haqida. Keyin shu bilan 35 yildan keyin chiqsa, bu 35 yil oldin xabar yolg'on xabar bo'lgan ekan. Shu bilan Amerika o'sha deylik 80-yil va deylik 2015-yil. Shunaqa paytda chiqadi. Orasida juda ham katta farq. Ular qamalganda boshqa chiqqandan keyin rivojlangan Amerika, deyapti. Boshqacha hayot, buni hammasi o'ldi deb o'ylashadi, farzandlarni hammasini birga. Bu yerda kulchi moment shundaki, chiqqandan keyin endi men nima qilaman dedi. Ishlamasam, 35 yil ishlamadim, pul yo'q. Hayot rivojlanib ketibdi. Nima qilaylik deganda, adasi bir aqlli ish qilgan ekan. 35 yil oldin qamalishdan oldin 4 ta kompaniya aksiyani sotib olgan ekan. Bolam uchun deb. Va bolasi chiqqandan keyin 35 yildan keyin tashqariga bolam dedi, men 4 ta aksiya sotib oldim, narxini bilib bergancha dedi, tashqariga chiqib. U endi shaharga chiqadi, ko'rsatadi, mana men aksiyani egasiman desa, "Вы где их держали?" dedi, 35 yilda bu sizlar hozir multimillionerslar dedi. U aksiyani sotadi, katta uy oladi, juda ham zo'r mashinalar oladi va zo'r qilib yashaydi. Tasavvur qilsan, demak, aksiyani kuchi. Aksiyaga investitsiya qilib qo'ylar, uzoq muddat ustiga juda ham yaxshi pribul olib keladi, kapitalingizni ko'paytirib beradi.
Shuning uchun bu kinoni ham ko'ringlar, juda ham foydali, yaxshi kino. Okey. Demak, sukuk va investitsiya farqini endi bilib olaylik. Ikkalasiga ham investitsiya qilsa bo'ladi, ikkalasi ham zo'r dividendlar beradi, faqat oxirida pulingiz solgan tana pulingiz ko'payadimi yoki yo'qmi, shunda katta farq bor. Endi fond bozoriga kelyapmiz. Biz bildik, demak, himoya va xavfsizligimiz uchun biz investitsiya qilishimiz kerak. Xavfsizlik uchun simbolik qilishimiz kerak va endi qayerga investitsiya qilamiz? Buni batafsil ko'rib chiqamiz. Fond bozorida ikki xil asosiy obyekt bor. Aksiyalar bor va obligatsiyalar bor. Ikkalasiga investitsiya qilsa bo'ladi. Faqat farqi bor, hozir tushuntirib beraman. Va orasida shu aksiyalarga obligatsiya investitsiya qilishni sizga ta'minlab beradigan bu broker. Ya'ni fond bozori bu bitta bozor deb qaraydigan bo'lsak, qo'yliq bozori yoki alayski bozor deb qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda kartoshkalar, piyozni sotiladi va xuddi shunaqa qilib fond bozorida xuddi shunaqa bozor, faqat qimmatbaho qog'ozlar sotiladi. Qaysidir kompaniyani aksiyalar, A kompaniyasi aksiyasi, B kompaniyasi aksiyasi qilib sotiladi va siz tanlash imkoniyatiga egasiz. Kirasizda tak, men bu kompaniyadan 1 kilo ber, men bu kompaniyadan 1 kilo ber degandek qimmatbaho qog'ozlarni sotib olasiz. Va ular ikki xil bo'ladi. Aksiyalar va obligatsiyalar. Va ularga dostуп bersiz, bozorga o'zingiz kira olmaysiz. Brokerlar bor. Ularning asosiy vazifasi sizni filtrlash, kim rostakasib investor, kim qancha puli bor, qancha oylik oladi, filtrlab beradi va bozorga kirgizadi. Uning ishi shu. Va shunisiga u komissiya oladi. Biz komissiya to'laymiz har bitta сделка uchun. Boshqa daromad olmaydi. Shuni bilib olishimiz kerak. Zo'r broker bo'lsa, shuni o'zida ham juda ham katta pul qiladi va ular asosiy ishini jismoniy shaxslardan fond bozoriga yo'l qilib beradi. Ya'ni ko'prik vazifasini bajara beradi. Yaxshi broker tanlasangiz, umringiz oxiriga shu broker bilan birga ishlashingiz bo'ladi. Tim bo'la mana 20-asrdan beri bor brokerlar bor. 1948-yil IBK ochilgan tasavvur qilsa, 1948-yildan beri hali ham bor. Bu zo'r broker. Shuni aytib o'tdim, brokerlar investorlar sifatida fond bozoriga to'g'ridan-to'g'ri aksiyalar xarid qila olmasligi uchun ular ko'prik. Endi qanaqa yo'llari bor? Aksiya, obligatsiya, ETFlar keyin beraman nimaligini. Demak, birinchi aksiya. Aksiya bu kompaniyaga sherik bo'lish huquqini beradigan qimmatbaho qog'oz turi. Demak, aksiya sotib olsangiz, nima deydi kompaniya? Menga sherik bo'l, shu summa evaziga va birga o'samiz. Tushundingizmi? Aksiya shuni ma'noni bildiradi. Ya'ni nima degani? Boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni kompaniya, sizni kompaniyangiz bor deb qaraydigan bo'lsak, tikuv sexingiz bor deylik. Zo'r tikuv sexi chiqarib olsa, O'zbekistonda sotib olsiz, mol yaxshi ketyapti, tovarlar yaxshi, spros bor, talab bor va to'xtab tur deysiz. Endi shuni stanoklarim 10 ta bor, lekin men shuni 20 ta qilay deysiz yoki 30 ta qilay, ko'proq chiqaraman va ko'proq sota olaman deysiz. Va nima qilasiz? Shuni o'chirib qo'ying. Va shuni pul kerak sizga, $100,000 kerak. Ya'ni 20 ta stanok uchun. Va endi sizda $100,000 olish ikki xil imkoniyati bor. Birinchisi, siz sherik qidiryapsiz. Birinchisi, siz qaysidir investor oldiga borasiz, prezentatsiya qilasiz, mana zo'r kompaniya deysiz, aka, shuncha ishlab chiqaramiz, materiallar, kiyimlar sotamiz, mana shunchaga ro'yisi, shunaqa tushuntirasiz, yoki uni ko'ndirasiz yoki ko'ndira olmaysiz. Shu bilan u sizga $100,000 beradi yoki yo'q. 50-50 sherik deysiz. Mendan biznes, sizdan pul, shu bilan siz ko'paytiramiz, 50% sizniki daromaddan deysiz. U ham xursand bo'ladi yoki beradi yoki bermaydi. Ikkinchi yo'li, xuddi shu summa kerak sizga $100,000 va siz aytasiz, to'xtab tur, men $100,000 topgandan ko'ra bitta odamdan men xuddi shunaqa barib 50% berishga tayyorman sheriklarga. Bundan ko'rasa fond bozoriga kiraydi, o'sha aksiya sotadigan fond bozoriga. O'zimni aksiyalarimni chiqarib sotay. 100,000 ta aksiya chiqarsam, eng qizig'i 100,000 ta aksiya chiqarsam $1 dan sotar ekanman. Va xuddi shunaqa qilib prezentatsiyamda e'lon beraman o'zim saytimda, nimaga ishlatamiz, qanaqa daromadlarimiz bor. Buni bu odamlar ko'radi bozordagi, fond bozoridagi odamlar va $1 aksiya ekan tez sotib oladi. 100,000 ta aksiyani siz tez sotasiz, 10 minutda ham sotib olasiz. Shu bilan $100,000 sizga keldi. Endi ikkinchi va'da. $100,000 keldi yoki investordan yoki investorlardan va siz uni rostakasib 20 ta anaqa stanok oldingiz, ishlatdingiz va sizda deylik $100,000 keyingi yil daromad keldi. Endi shu $100,000 siz 50% ni bitta dona investor olgan bo'lsangiz unga berasiz
yoki ochiq aksiyadorlik jamiyati bo'lsangiz, ya'ni fond bozoriga kirgan bo'lsangiz, $50,000 ya'ni 50%ni siz hamma investorlarga tarqatasiz. 100 mingta investor bo'lsa, 100 mingtasiga $50,000 tarqatasiz. Bora $5 tushadi. Zato ular siz aksiyangizni $1 oldi deylik. Tushunasiz, qanaqa farq? Bu yerda o'sha aksiya egasi ozgina summa bilan kiradi sherik bo'lib, va ozgina summa dividend ham oladi. Va o'shaning uchun aksiya narxlari arzon bo'ladi. Katta kompaniyaga sherik bo'lish deylik, milliardlab summa kerak bo'lsa, bu yerda $10 ga, $50 ga, $100 ga ham investor bo'lsangiz bo'ladi. Va bu ochiq bozor va bu 17-asrdan beri bor bozor. Bu yerda yolg'onlar, mosheniklar, ya'ni qanaqadir ham pufaklar yo'q. Bu real ishlaydigan bozor. Shu bozorni tahlil qilishni o'rganib olsangiz, nur ustiga nur va siz xavfsizlikdan bilingiz, keyin erkinlikka ham chiqasiz. Hammasi shu bozorda. Hamma yirik investorlar shu bozorda. Endi aksiyalar haqida bilib oldingiz degan umiddaman. Qanaqa qilib kirib qoladi? IPO orqali. Bu alohida darsim bor. Shu haqida aytib beraman. Aksiyalar IPO orqali kirib keladi. Ya'ni ularni underwriterlar tekshiradi, buxgalteriyasi hammasi tekshiriladi va oxir-oqibat bozorga kiradi. Shunchaki tez kira olmaydi. Shuning uchun bozorda bor kompaniyalar yolg'onchi kompaniyalar emas. Ular tekshirilgan ommaviy yaxshi kompaniyalar bo'ladi. U yerda moshenik kompaniya kirib qolmaydi. Ulardan qo'rqmang. Tak, ikkinchi yo'li obligatsiya. Demak, aksiyani bilib oldik, xudo xolisa, va obligatsiyani o'rganamiz. Xuddi shunaqa deylik, sizda tikuv sexingiz bor, 10 ta dona mashinangiz bor, stanoklaringiz va yana 20 ta olmoqchisiz. Yo'llari, birinchi yo'l siz investor qidiryapsiz, sherik 50% ga. Ikkinchi yo'l esa sherik kerak emas. To'xtab tur do'sti, menga sherik kerak emas. Undan ko'rasiz, men nima qilaman sherik? Hozir bitta sherik olsam, u bilan umr oxirigacha sherikchilik qilishimga to'g'ri keladi. Undan ko'ra men qarzga olay, xuddi shu $100,000 va men bilaman, yaxshi sotganim uchun uni 1 yilda $120,000 qilib qaytarib bera olaman. 20% ustiga. Ha, xuddi shuna qarzga beradigan odam qidirasiz, birinchi yo'l. Ikkinchi yo'li, bozorga kirasiz, fond bozoriga faqat aksiya chiqarmaysiz-da, obligatsiya chiqarasiz. Demak, obligatsiya bu ko'rib turibdi, kompaniyaga qarz berish evaziga olinadigan qimmatbaho qog'oz turi. Va obligatsiyani qanaqa ishlaydi? Menga $1000 berib tur, men senga uni foizi bilan 1 yilda qaytarib beraman yoki 5 yilda qaytarib beraman dedi. Mana bu obligatsiya turi hisoblanadi. Buni tushundinglar degan umiddaman va AOFI standarti islom moliyasi aynan obligatsiya turini biz musulmonlarga nojoiz deb tanishtiradi. Nega? Chunki bu yerda foizlik qaytarish stavkasi bor. Bu yerda siz o'sha $100,000 obligatsiya chiqargan bo'lsangiz, 100,000 ta dona, siz rivojlanasizmi, bankrot bo'lasizmi, daromad qilasizmi yoki yo'qmi, farqi yo'q, siz ularga qaytarib berishingiz kerak pulni. Aynan shuning uchun ham AOFI standarti aytadiki mumkin emas. Va aynan shuning uchun ham AOFI standarti islom moliyasi aytadiki aksiyalar mumkin. Siz u yerda sheriksiz. Tushunasan? Sherik daromadiga sheriksiz. ETF. Endi qaysidir katta kompaniyalar, chunki 17-asrdan beri bor deyman-ku, demak, qaysidir uddaburon kompaniyalar aytadiki, to'xtab tur, zo'r aksiyalar bor ekan, men shularni yig'indisini qilib, bitta portfel qilaman, yaxshi aksiyalarga investitsiya qilaman va o'zim ham fond birjasiga kiraman kompaniya sifatida. Va men fond bo'ldim endi. ETF fond bo'ldim. Demak, meni kompaniyamda Apple 100 ta aksiya bor, Tesla 100 ta aksiya bor, Nvidia, hamma kompaniyalar ozgina olganman va o'zimni aksiyalarimni sotaman. Demak, siz menga investitsiya qilsangiz, siz xuddi shu aksiyalarga sherik bo'lasiz. To'g'ridan-to'g'ri sherik emas, chunki men bularning sherigiman, lekin siz menga sherik bo'lasiz. Va bu ham AOFI standartidagi mumkin, faqat meni kompaniyamda hamma kompaniya joiz bo'lishi kerak. Agar meni kompaniyamda hamma kompaniya joiz bo'lsa, siz menga sherik bo'lishingiz mumkin. Mumkin bo'lgan kompaniyalar. Va ETF fondlar shunaqa chiqdi. Endi ETF fondlar obligatsionniy ETF fond bo'lishi mumkin. Men obligatsiya sota olaman va sotaman. Ikkinchisi aksionniy va biz iloji bo'lsa aksiya ETF fondlariga investitsiya qilsak bo'ladi. Faqat hammasiga emas, aytganimdek, ETF fondlarida 500 ta kompaniya bo'ladi deylik, 40 ta kompaniya bo'ladi, hammasi ham joiz emas va biz uni ham saralashni o'rganishimiz kerak. Endi yangi investordan eng ko'p keladigan savol: ustoz, men aksiya olaymi, ETF olaymi? Ko'proq ETFlar risksiz hisoblanadi.
Chunki ETFda aytganimdek, men 10 aksiya sotib oldim. Mani komandam bor, analitiklar, hammasi zo'r tahlilchilar va ular pastga qarab ketayotgan kompaniya sotishadi, o'rniga boshqa kompaniya olishadi. Umuman olganda, meni portfelim har doim o'sib boradi. Va siz menga investor bo'lsangiz, sizning pulingiz ham sekin-sekin o'sib boradi. Eng riski kam o'sib borishi mumkin bo'lgan yo'l bu ETF fondlari. Va ikkinchisi bu REIT fondlar. Aytganimdek, ko'chmas mulk fondlari. Xuddi shunaqa aksiyalarga investitsiya qilib qo'ygan kompaniya bo'lsa, xuddi shunaqa qilib uylarga investitsiya qilib qo'ygan kompaniya ham bor. Ya'ni deylik, hozir biz Nestvan'da o'tiribmiz, shu Nestvan'ni sotib oldi kimdir. Bitta kompaniya kelib, hammasini butun birdan 52-etajgacha sotib oldi. Va nima deydi? Endi meni kompaniyam fond bozorida ham bor, deydi. Fond bozoriga kiradi, Nestvan'ga agarda kirib chiqadi, arenda to'lashadi, sotib olishadi, shu pullar bilan sizlar bilan ham bo'lishaman deydi va tasavvur qiling, qancha bunga odam ishonishadi va ularga investitsiya qilishadi. Va Nestvan sotib olish qimmat bo'lsa, bu yerda REIT fondlari $50 bilan chiqaradi. Amerikada bu juda ham rivojlangan. Amerikada katta meditsinskiy zdaniyalar, больницаlarni sotib olishadi yoki yer sotib olishadi, o'sha yerda qurishadi, keyin arendaga beradi больницаlarga, katta zdaniyalarga. Va shu arendani ular aksiyadorlar bilan bo'lishadi. Riski kam, chunki недвижимость, ko'chmas mulk ozgina pul kelib turadi, pul oqimi bor, zo'r. Yaqinda bitta o'quvchim, ayol kishi, oilasi bor ekan, ayol kishi yolg'iz. Eri yo'q. Uyim bor dedi. $43,000 uni sota olaman dedi. Shu $43,000 to есть hozir $300 arendaga beraman. 2 xonali uy shekilli Toshkentda $300 arendaga beraman. Endi shuni ustoz o'rgandim, aksiyalarni nima qilish, shuni sotib aksiyalarga investitsiya qilsam ko'proq daromad qila olamanmi? Yo'q. Ko'rib chiqdik, atilab REIT fondlarini ko'rdik, ya'ni ko'chmas mulk. Unda hozir uyda ko'chmas mulk bo'lgani uchun ko'chmas mulk ko'rdik, ya'ni risk darajasi bir xil bo'lsin dedim. Chunki aksiyalar ko'proq bo'lishi mumkin, lekin risk darajasi pastroq. Lekin REIT fondlari bir xil. Va ko'rib chiqdik, oxir-oqibat 43 mingga aksiyalar bor. $43 dan $8 dividend beryapti. Demak, $43 ga aksiya olsangiz, 43 mingga aksiya olsangiz, siz $8,000 dividend olar ekansiz. $8,000 oyiga bo'lib olsa, taxminan $760 dan to'g'ri kelyapti. Demak, $300 dan уже 2 barobar ko'proq. Hamda risk darajasi teng. Ko'chmas mulk. Zo'rmi? Zo'r. Shunaqa qilib investitsiyani o'rgansangiz, siz ko'chmas mulk olmasdan ham u yerga investitsiya qilsangiz bo'ladi. Va shunaqa investitsiya qilishni o'rgansangiz, siz 40 ming kuchingiz shart emas. Aytaman, $43, ya'ni har oy $43 ajrating, siz aksiya egasi bo'lib borasiz. Zo'rmi zo'r. Aytgancha hozir bu kompaniya уже $43 emas, $50 bo'ldi. Ya'ni уже pul o'sdi. O'sha paytda olgan bo'lsa, уже 43 minglik uyi 50 ming bo'ldi hisob. Xo'p. Tak, dalash davom etamiz. Bizning maqsad uzoq muddatlik. Uzoq muddatda sizning pulingizni ko'paytirib berish yo'li aksiya fond bozori. Xotirjam yo'l bilan ko'paytirsa bo'ladi. Shuni endi bitta narsani bilib olishimiz kerak. Afsuski xalqimiz va nafaqat o'zbek xalqimiz, dunyoda xalq shunaqaki, qisqa muddatda tez ko'paytirib olishni o'ylashadi. Aynan shuning uchun ham boy bo'la olmaymiz. Chunki juda ham ko'p mashenik sxemalari bor, pulingni 10 barobar ko'paytirib beraman deydi, yoki yillik daromad deydi, 100 barobar bo'lishi mumkin, 200 barobar qilib beraman deydi. Bizga bu juda ham yoqadi. To'xtab, $100, $1000 bo'lib qolar ekan deymizda, noto'g'ri joylarga pulimizni sarflab qo'yamiz. Shuning uchun iltimos bilib olinglar, qisqa muddatda 10x, 100x bu ko'pincha mif. Aldov sxemalar. Juda ham ko'p tarqalib ketyapti. Hozir men zo'r treyderman, pulim yo'q lekin. Siz menga investitsiya qiling, siz $100,000 investitsiya qilsangiz, men sizga oylik yoki yillik zo'r daromad qilib beraman dedi. Ko'rasizmi? Farqini? Va men bir marta shunaqa investitsiya qilganman. O'zim treyderdan chiqqanim uchun o'sha paytda investitsiya qilganman, oxir-oqibat pulim kuyib ketgan. Juda ham katta summa edi va juda ham katta summa kuyib ketdi. O'zingiz o'rganing va trading emas, ya'ni pulingizni tez ko'paytirish emas, investitsiya qiling. Xotirjam yo'l bilan sekin-sekin bo'lar, lekin pulingiz ko'payishini ko'rasiz. $1 $2 bo'lganini ko'ring, $1 $3 bo'lganini ko'ring, sekin-sekin ko'payayotganini ko'ring. Deysiz, shu yerda pulim ishlar ekan. Xotirjam bo'lar ekanman deysiz. Shuning uchun bu juda ham muhim. Endi qanaqa qilib
aytganimdek xavfsizlikda 60 ming dollar chiqarsa bo'ladi. Qanaqa qilib murakkab foiziy. Siz pulga tegmaysiz. O'sha aytgan 3 ta qadam bor edi, birinchisi. Chiqimlarni hisoblaydigan, yillarni hisoblaydigan va necha pul solishimni. Mana bu yerda murakkab foiz nega ishlaydi? Uzoq muddatda men shu pulga tegmayman-ku, birinchi kundan boshlab solib boryapman-ku, o'sha pul o'zidan o'zi yana ko'payadi. Oddiy qilib aytganda murakkab foiz nega dunyo 8-mo'jizasi? Xuddi qorga o'xshaydi. Tog' uchida turib, kichkinagina qor qiling. Mana shunaqa kichkinagina qor. Va uni tog' uchidan pastga qarab tashlab yuboring. U aylanib tanasi tanaga qo'shiladi. Va eng qizig'i keyinga aylanganda katta bo'lgani uchun xuddi shunaqa tana oladi. Keyinga aylanganda kattaladi. U kichkina ko'tarmaydi. Uje katta bo'lganda katta qilib aylanib boradi. Xuddi shunga o'xshaydi murakkab foiz. Ozgina pulingiz keyingi sekin ko'payar, lekin keyin shu tanasiga qo'shiladi 2 barobar qilib. Va oddiy limon voqeasini ko'rib chiqaylik. Deylik, sizda $1 bor. Cho'mchagingizda $1 bor. Biznes qilmoqchisiz. O'ylayapsiz, tak. Qo'yliq bozorda $1 ga men 2 ta limon olar ekanman. Ya'ni 50 sent. Bitta dona limon 50 sent, $0.5. 2 ta limon olsam, Alyaskaga borsam, limon $1 ekan. Demak, 2 ta limon olaman, Alyaskaga boraman, 2 ta sotaman, uje meni $1 $2 bo'ladi deysiz, to'g'rimi? Keyin $2 dan $1 cho'mchagingizga soldingiz, bu o'zingiz pulingiz. $1 ga borib, yana savdo qildingiz. Ya'ni qo'yliqqa borasiz ertasi kuni 2 ta limon oldingiz, Alyaskada yana $2 qildingiz. Ya'ni $1 cho'mchagingizga soldingiz, $1 yana aylantirasiz. Ko'pincha qiladigan xatoyimiz shu. Oxir-oqibat 30 kunda sizda $30 cho'mchagingizda bo'ladi, $1 dan kelayotgan uchun va $1 bozorda aylanayotgan bo'ladi. Umuman olganda $31 sizda bor. Biznesmensiz, xursandsiz, zo'r. Lekin aqlli investorlar nima qiladi? Aqlli biznesmenlar o'sha pulni cho'mchagiga solmaydi. Tanasiga qo'shadi. Men shu yerda murakkab foiz ishlaydi. Ya'ni men $1 ga 2 ta limon oldim, sotdim, $2 qildim. Tegmayman shu pulga. $2 ga endi borib 4 ta limon olaman. Qo'yliq bozordan 4 ta limon bu yoqqa sotaman, $4 bo'ladi. $4 ga endi 8 ta limon olaman. 8 ta limon sotsam $8 bo'ladi. Shunaqa qilib men pulimni ko'paytiraman. Pul menga hozir kerak emas deyman, o'sha yerda ko'paytiraman va murakkab foiz ishlataman. Va endi sizga savol. $1 dan boshladim. Tegmayapman, hammasini reinvestitsiya qilaman o'ziga. Roppa rosa 1 oy, 30 kun tegmasam necha bo'ladi? Qani javob berib qo'yinglar. Pauzaga bosib, bundoq hisoblab ko'rsanglar bo'ladi, taxminan murakkab foiz qanaqa ishlashini. Da. 30 kunda $1 milliard bo'ladi. 1 million emas, 100 ming emas, $1 milliard. Tasavvur qilsam, murakkab foiz qanaqa zo'r. O'shaning uchun dunyoning 8-mo'jizasi. Va hisoblab ko'rsanglar bo'ladi, kalkulyatorlarda xuddi shunaqa bo'ladi. Tanaga qo'shiladi, asosiy summaga yana ko'paygani uchun 30 kunda 1 milliard. Lekin hozir iltimos yugurib borib limon sotaman demanglar. Akasi 1 milliard olsam bo'lar ekan. Chunki 1 milliard limonni bir kunda sota oladigan bozor yo'q. Bu shunchaki murakkab foiz effektini tushuntirib berish uchun ishlatilgan. Biz oxir-oqibat pulimizni tez ko'paytirgan emas, biz investormiz. Investitsiyada asosiy maqsad etmoqchi bo'lgan narsam pulga tegmanglar. 10 yil, 5 yil o'zingizga maqsad qo'ydinglarmi? O'sha pulga tegmasdan o'zini reinvestitsiya qilib boringlar. Tezroq moliyaviy erkinlikka chiqasizlar. Qaqas moliyaviy erkinlik haqida hozir gaplashamiz. Moliyaviy himoyani bildik. 6 oy bizani ta'minlab beradigan moliyaviy xavfsizlikni bildik. Shu 6 oy minimalniy ro'zg'orni butun umr ta'minlab beradigan eng zo'r usul va xotirjam usul. Zo'rmi? Zo'r. Endi moliyaviy erkinlik nima bo'lsam? Endi eng shirin joy keldi. Xudo xolasa barchamiz erishaylik shunga avvalambor. Moliyaviy erkinlik. Endi shu chiqimlarga, ya'ni $400 ga, moliya xavfsizlikdan chiqqan $400 edesizdami? Qo'shimcha siz pulni tejamasdan ishlatadiganlarni qo'shasiz. Sayohatlar, kitoblar o'qishga sotib olasiz, restoranlarga chiqishlar, kinoga borishinglar, hammasini bu yoqqa qo'shasiz. Mazza qilib bir oy yashash uchun.
tejamasdan yashash uchun. Shu summani endi summa chiqdimi qanaqadir sizda? Taxminan oddiy matematikada ko'paytirib 10 bo'ladi. 400 ko'paytirib 10 4000. 10 barobar kelsa sizga, ya'ni $4000 sizga har oy kelib tursa, siz ham chet elga chiqishga pul ajratib qo'ya olasiz har oy. Ham bemalol narsalarga ishlatasiz, kiyimlar kiyasiz brendi va buning uchun siz ishlamayapsiz. Siz moliya erkinsiz. Xohlasangiz chet elda yashang $4000 ga. $500 ga, $1000 ga arenda oling, $3000 ga yashang oilangiz bilan. Dunyo kezing. Uyingizni masjidga arendaga berib qo'ying-da, keting. Bolalaringiz bilan birga aylaning. Hamma joyda yashasa bo'ladi. Mazza qilib yashang. Zo'rmi zo'r. Mana bu moliya erkinlik. Va sizga bu pul kelaveradi. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, broker orqali kelganligi uchun kartangizga tushirasiz, kartadan siz Visa kartadan butun dunyoda ishlatasiz. Mana bu moliya erkinlik. Va buni formulasi qanaqa? Endi $4000 biz ya'ni $400 10 ga ko'paytirib 4000 bo'ldi. 4000 ni endi 150 ga ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa yillik 8%. Atilab ko'p olmadim, kamroq oldim va 600 ming chiqdi. Ya'ni sizda fond bozorida $600,000 aylanib tursa, har oy sizga $4000 dan kelib turadi. Zo'rmi zo'r. Mazzami mazza. Dunyo kezing, nima qilsangiz qiling, $4000 sizga har oy kelib turadi. Endi aksiyalarga qarab bir xilida 3 oyda bir marta to'laydi, ya'ni 12000 to'laydi. Siz uni 4000 dan bo'lib olasiz. Tushunsa? Va xudo xolasa qana qilib 600 mingga chiqish. Chunki $600,000 bilan olib qarasa katta summa. Qana qilib $600,000 ga chiqish, uning uchun qana qilib aksiyalar tahlil qilishimiz kerak. Qanchalik biz investitsiya qilib borishimiz kerak. Hammasini xudo xolasa bilib olasizlar. Muammo emas va bu aslida unaqa qiyin emas. Va katta summa bo'lib ko'ringan narsa aslida investitsiya qilish boshlaganingizda katta summa bo'lmay qoladi. Chunki aytganimdek, ko'rasam 10 yilda 4 million bo'ldi. Nvidia'ning o'zi. Siz $4 million fond bozoriga solib 8% ni oling. Tasavvur qilsam qanaqa summa? Bir tasavvur qilib ko'ring, $4 million o'sha Nvidia'da siz oldingiz, 10 yildan keyin aksiyalarga dividend bergan aksiyaga soldingiz va sizga o'tda dividend sifatida kelyapti pul. 10% kelsin, $4 million 10% 400 ming. 400 mingni 12 ga bo'lib oling. 30 mingdan ko'proq har oy $30,000 dan ko'proq pul olasiz. Mana bu oddiy matematika va bu ishlaydigan narsa va bu fond bozorida bor va 17-asrdan beri ishlab kelgan narsa. Faqat bizning xalqimizga shuni men kiyoma atilab o'rgatish uchun, yaxshilab o'rganinglar shuni. Batafsil chuqurroq o'rganinglar, to'g'ri investitsiya qilasizlar. Shuning uchun yillik 10%, 20% passiv daromad mana bu haqiqiy xotirjam yo'l. Pulim tez ko'paytirib olaman emas. Men stabil, sekin solib boraman, lekin men hozirgi ishimdan qutulish uchun ham taxminan mashinchilik kerak ekan, mayli men ishlab turaman, ertalab turib boring kelmasa ham borib turaman. Nega oylik bor? Oylikdan men o'sha yerga investitsiya qilib boraman. Investitsiya qilib borganim uchun ham men zo'r investor bo'laman. Qana qilib investitsiya qilishni, qaysi aksiya sotib olishni, qana qilib tahlil qilishni batafsil masalaga o'rgatib beraman. Tajribadan kelib chiqib, xato qilmasdan yo'lni ko'rsatib beraman. Shuning uchun asosiy narsamiz bizda maqsadimiz yozib olamiz. Yillik aytgandek 3 ta qadam bor edi. Keyin moliya xavfsizlik ta'minlaymiz. Keyin to'xtamay investitsiya qilib boramiz. Oxir-oqibat katta xaridlarga kelamiz. Katta xaridlarni o'shanda qilsa bo'ladi. Moliya erkinlikka erishganingizdan keyin qiling. Undan oldin esa tejab turamiz. Zo'rmi zo'r. Qana qilib investitsiya qilishlarni hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Chunki mening eng katta maqsadim 1 million musulmon xalqimizni halol passiv daromadga olib chiqish. Va hozir shu videoni ko'rib turibsizlar, bekorga emas. Balki aynan siz ham shularning safiga qo'shilasiz. Balki aynan siz ham ustoz Rafqat Busakov, siz menga rostdan ham zo'r yo'l ko'rsatdingiz va men o'qidim, mana rostakasi bilim oldim, men investitsiya qilaman. Ayol kishimisiz, erkak kishimisiz, farqi yo'q. Baribir biz boquvchimiz. Pulimizni to'g'ri joyga sarflashimiz kerak. Va to'g'ri joyga sarflaganimizdan keyin biz moliya erkinlikka erishamiz. Sen bo'l ayol kishi. Bizning hozir o'qishimizda, akademiyamizda 40% dan ko'proq ayol kishi. Va eng qizig'i, ular mahalla aytaman, sizlar ikkita ishda ishlaysizlar. Har doim. Nega?
ishingiz bor, bankda ishlaydiganlarimiz bor, qanaqadir firmalarda ishlaydigan ayollar bor. Uyda ham ishlaydi ular. Erkak-kishidan farq qo'llar. Demak, ayollar ishda ishlaydi. Undan keyin oldidan kelib uyda ham ishlaydi. Chunki ayollik burchlari bor. Uy ovqat qilish kerak, yig'ishtirish kerak. Sizlarga qiyinroq. Va aynan investitsiya sohani chuqurroq o'rganinglar. Yaxshilab o'rgansanglar, hozirgi pulni investitsiya qilib borsanglar, keyin faqat uyda o'tirsanglar ham sizga pul kelib turadi. Undan keyin mazza qilinglar. Bolalar tarbiyasiga ko'proq vaqt ajratinglar. Chunki bu yerdan kelayotgan pul rasxodlaringizni qoplab beradi. Endi hozir ko'rib chiqamiz, qanaqa qilib men sizlarga o'rgataman, nimalar bor. Akademiyamizga qo'shilinglar. Juda hozirgi kunda 4 mingdan ortiq odam o'qidi. Ular sizdan ko'ra tajribaliroq, ular bilan tanishasizlar. Real investitsiyani o'rganasizlar. 18 yillik tajribam bo'lsa ham, men boshlashdan oldin 2023-yilda o'yladim, o'zi loyiqmanmi yoki yo'qmi. Hisoblab chiqsam, $175,000 tajribam, ya'ni o'qishlarga, tajribamga $175,000 sarfladim. Va shu tajribam nahotki menga foyda olib kelmasa, foyda olib keladi, boshqalarga ham foyda olib keladi. Nega? Chunki menda har bitta kishida o'zida qanaqadir ham silniy strona bo'ladi, kuchi bo'ladi o'zini. Va meni potensial kuchim, оказывается, qiyin narsani oddiy tilda tushuntirish. Hozir ham sizlarga aksiya, obligatsiya tushuntirib berdim, ETFlarni menimcha tushundinglar. O'zi qiyin investitsion so'zlar. Oddiy tilda misollar bilan tushuntirib berdim. Va buni darslarda xuddi shuni qo'lladim. Oxir-oqibat o'rtoqlarimni sinab ko'rdim. O'zim yaqin o'rtoqlarim chunki aytishdiki, "Sen bizni mayli oddiy ishda ishlab turibmiz, sen qanaqa qilib shunaqa zo'r elchixonadagi ishni tashlab ketding? Nima bo'ldi senga?" degandan keyin men o'rgataman deb Zoomda uchrashib o'rgatdim. Qarasam, rostdan ham foydali, rostdan ham u bilyapti, tushunyapti, to'xtab turdi, insightlar paydo bo'ldi, investorlik boshladi va buni kengroq xalqqa tarqatish niyatim bor. Aynan shu o'zimning qobiliyatlardan kelib chiqib. Demak, agar siz moliyaviy barqarorlikka erishmoqchi bo'lsangiz yoki moliyaviy bilimlarni oshirmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha daromad manbaini yaratmoqchi bo'lsangiz, xavfsizligingiz uchun yoki oila uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni passiv daromad oqib tursa, qora qozon qaynaydigan va investitsiya qilishni o'rganmoqchi, batafsil, chuqurroq, yaxshi ustozdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, investitsiya orqali passiv daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda ajoyib taklifim bor. WeGrow klubimizda akademiyamiz bor. WeGrow akademiyamiz aynan siz uchun noldan boshlab investorlikka olib chiqadigan darslar bor. Hech narsa bilmaydigan ayollar keladi, erkaklar keladi, onaxonlar keladi, otaxonlar keladi va kursimizda mentorlarimiz meni yordamim orqasida investor bo'lishadi. Investitsiya qilishadi, halol passiv daromadga ega bo'lishadi. Aslida ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Akademiyamiz davomiyligi 45 kun bo'ladi. 45 kun ichida 6 ta modul va 77 ta dars bo'ladi. Qo'shimcha chatdan yordam bo'ladi. Ya'ni chatlarga qo'shilasiz, kichkina chatlarga, chunki ko'p odam o'qiydi va biz boshida ko'p odam o'qitganimizda xatolar qilardik, savollar qolib ketardi. Endi shuni kichkina chatlar bo'lib qo'yganmiz. Kichkina chatlarda savolingiz qolib ketmaydi. Har bir savolingizga javob beradigan kuratorlar ham bo'ladi. Va qanday darslar bo'ladi? Modullarni tushuntirib beraman. Birinchi modulda moliyaviy savodxonlik moduli. Biz bu yerda pulimizni, chunki ko'p odam keladi bizga, kreditlari bor, qarzlari bor. Shuning uchun eng muhimi biz shu kredit qarzdan qutulishni o'rgatishimiz kerak. Kredit qarzdan qutulishni o'rganib olsa, keyin zo'r investitsiya qilishni boshlaydi. Va shuning uchun moliyaviy savodxonlik, o'zi qanaqa pul yig'ish kerakligi, pul energiyasi haqida, qanaqa qilib kreditlardan qutulish strategiyalari, hammasi o'sha yerda bor. Va aynan shu dars o'zi, shu modul o'zi odamlarga уже plyus olib kelgan. Yaqinda keldi bitta akamiz, "Men moliya sohasida, men moliyani bitirganman" dedi. "Moliya sohasida 15 yil ishladim" dedi. "Lekin sizni mana shu birinchi modulingizdan keyin pul qanaqa ishlashini o'rgandim" dedi. "Va sizni oldingizga bugun nega keldim? Birinchi marta umrim davomida birinchi marta qarzim 0" dedi. "Har doim qarzga botib yashab kelardim." Tasavvur qilsam, men qanaqa xursand bo'ldim. U moliyachi, 15 yil ishladi moliya sohasida, lekin pulni dvijeniyasi, qanaqa qatdan keladi va qayerga boradi, pul psixologiyasini bilmagan. O'shani birinchi modulda o'rgataman. Natija sifatida albatta shu natijaga ega bo'lasiz. Ya'ni pulni to'g'ri boshqarishni o'rganasiz. Daromadingizni shunday taqsimlashni o'rganasizki, sizda qarz emas, endi pul yig'ishlari paydo bo'ladi. Xudo xolisa. Pul topish uchun emas, endi pul siz uchun ishlashni ta'minlab qo'yasiz. Moliyaviy mustaqillikka boradigan to'g'ri fikrlashni o'rganasiz.
va emotsion xaridlardan butkul qutulasiz. Ikkinchi modul biz уже investor bo'lamiz. Birinchi modul pul yig'ish o'rgandikmi? Asosiy 5 ta modul, 6-chi modul ham bor bonus, lekin biz ungacha kutmaymiz. Ikkinchi modul o'zida investor bo'lamiz. Qanaqa qilib deysizmi? Chunki bu yerda o'sha birjani o'rganamiz, forex birjasini ham o'rganib chiqamiz, xomashyo birjasini o'rganib chiqamiz, dunyo indekslarini ko'rib chiqamiz. Hozir sizlarga bu tushunarsiz bo'lsa, xavotir olmanglar, hammasi tushunarli qilib tushuntirilgan darsda. Aksiya qanaqa topish va ularni filtrlashni o'rganamiz, obligatsiyalarni topish, filtrlashni o'rganamiz, risk komiteylarini ko'rib chiqamiz, top brokerlar ro'yxatini, aldamaydigan yaxshi brokerlar ro'yxati bilan tanishamiz va aksiya sotib olishni ham o'rganamiz. Shu yerda siz уже investor bo'lasiz. Birinchi aksiyadan passiv daromad olishni boshlaysiz. Mayli $10 bo'lsin, mayli $100 bo'lsin, $11 bo'lsa ham kesin shu pul. Siz ishlamasdan turib pulingizni o'zi ishlab sizga pul olib kelganini ko'rib, ancha xursand bo'lasiz. Va natija sifatida investitsiyani aniq strategiya bilan amalga oshirasiz. Kapital yo'qotmaslik uchun barqaror daromad yo'lini topasiz. Savdo va investitsiya orqasidagi farqni bilib olasiz va uzoq muddatli investor bo'lasiz. Shubhali investitsiya formulalaridan siz uzoqroq bo'lasiz. Chunki siz aniq strategiyangiz bor. Va halol investitsiya filtri asosida siz sarmoyangizni AOFI standarti bo'yicha halollashtirasiz. Halol passiv daromadga ega bo'lasiz. 3-modulda biz psixologiyani o'rganamiz. Nega? Investitsiya qilgandan keyin odam ikki xilga bo'linadi. Pastga tushib ketganda xavotirlanadi yoki tepaga chiqqanda, ya'ni plusga chiqqanda xavotirlanish boshlaydi. Aynan shuning uchun bizda uzoq muddatli psixologiya bor, qisqa muddatli psixologiya bor. O'zim psixologiya fanidan ham o'qiganim uchun pul psixologiyasini, o'zini qanaqa tutishini hammasini o'rganib chiqqanman, darslarda bo'lishganman. Bu darslar sizlarga investitsiya qilganingizdan keyin uzoq muddatli investor bo'lishingizga yordam beradi. Aynan pul psixologiyasi, investitsiya psixologiyasi. Juda ham zo'r darslari bor. O'zi darslar ko'p, lekin ko'p etsam uzoq bo'lib ketadi, shuni qisqa qilib aytaveraman. Hattoki futbol strategiyasi bor. Qanaqa qilib risklarni kamaytirish. Chunki o'zingiz ham bilasiz, odamlar har xil bo'ladi. Kimdir ozgina puli minusga kirib qolsa riskli, ular riskga chidamsiz bo'ladi. Kimdir esa naborot движение bo'lishi kerak. Pul sekin qimirlasa zerikib qolishadi. Va bu yerda barcha strategiyalar bor. Sekin qimirlashni zerikadiganlar uchun strategiya bor. Va naborot minusga kirmaydigan strategiyalar bor. Xotirjam yo'l bilan, ayniqsa yosh kotalar shuni so'rashadi. Yoki onaxonlar shuni so'rashadi. Ya'ni oila boquvchisi ayol bo'lsa, u ham shuni so'raydi. Menda iloji borsa shu minusga kirmaydi deydi. Shunaqa strategiyalarim bor. Shu yerda barcha strategiya ko'rib chiqamiz. Va natija sifatida bozor aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilishni o'rganasiz. Sun'iy yaratilgan trendlardan voz kechasiz va asosiy yaxshi takliflar, trendlarga investitsiya qilishni davom ettirasiz. Qisqa muddatli bozor o'zgarishlarga berilmasdan uzoq muddatli kapitalingizni ko'paytirasiz. Va yo'qotishlarda siz stress olmaysiz. Chunki bilamizki, aksiyalar har doim ko'tarib boradi. Zo'r tahlil qilsangiz, siz plyusda bo'lasiz. Va ommaga ergashmasdan mustaqil investitsiya qarorini qabul qilasiz. 4-modulda biza уже professional modul. Texnik tahlil ko'rib chiqamiz, fundamental tahlil ko'rib chiqamiz, multiplikator asoslarini, ro'yxatdan brokerda qanaqa IPO orqali sotib olishlarni, aytgach IPO orqali alohida darslik bor, uni ko'rib olinglar. Portfel tuzish strategiyasi, inflyatsiya qanaqa bo'ladi, reyestr depozitariyda qanaqa pulimiz saqlanadi, aksiyalar kim nomida saqlanadi, barchasini o'rganasizlar. Hattoki qanaqa qilib litsenziya tekshirishni o'rganamiz. Misol uchun sizga kimdir boshqa broker keldi. Bizni tavsiya qilishdan boshqa broker keldi. Usloviyalari zo'r, aytadiki, mana bunaqa aksiya sotib olasiz, komissiyasi yo'q, u bu. Shirin, to'xtab tur deysiz. Aldanmaslik uchun uni qanaqa qilib tekshirish yo'llari ham shu yerda bor. Broker litsenziyasi tekshirish qatdan kiradi, nima qiladi, hammasini tekshirilganmiz va bu yerda bor. Sizlar ham tekshirib olasizlar. Butun dunyo brokerlari bilan ish olasizlar, litsenziyasi tekshirib. Bu yerda barcha darslar bor, hattoki soliqlar bor. Siz dividend olganingizda, daromad soliq olganingizda, O'zbekiston fuqarosi bo'lganingiz uchun qanaqa soliqlar to'lashingiz kerak bo'lgan, hammasi yozilgan. Natijada 4-modulda siz katta o'sish potensialiga bo'lgan strategiya tuza olasiz. Chunki уже professionalsiz. Xavfsiz va daromadli investitsiya qilishni o'rganasiz. IPO orqali investitsiya qilishni o'rganasiz. Birinchi IPO kirib va qanaqa qilib katta daromad qilishni o'rganasiz. 2-3 barobar tezroq qilishni o'rganasiz. Kapital yo'qotmaslik va risklarni boshqarishni o'rganasiz va investitsiyani shu yo'qotmasdan barqaror sekin-sekin ko'paytirish yo'lini ham o'rganib olasiz professional versiyasida.
Va 5-modulga kelamiz. 5-modul bu yerda уже siz investorsiz, professional investorsiz, qo'shimcha men endi strategiyalar, har xil strategiya ko'rmoqchiman deysiz. Shunaqa odamlar ham bor. Shunaqa ayollar ham bor, eng qizig'i. Mana shu investitsiya qilish o'rganda qo'shimcha yana ustoz bilim kerak deydi. Va bu yangi model. Sizlar uchun kirgizdik. Bu yerda уже profitability nima, current ratio nima, hammasi ultimate z score qanaqa ishlaydi. Strategiyalar bor, сравнительный analiz bor. Mana shu benchmarking hammasi bu yerda bor. Buni yangi modelda o'rganasizlar. Xudo xolasa biliminglar yana takomillashib boradi. Natijada siz arzon lekin katta daromad keltiradigan aksiya sotib olishni o'rganasiz. Faqat haqiqiy foyda qiladigan aksiyalar olishni o'rganasiz. Endi kasobga uchraydigan, bankrot bo'lmaydigan aksiya tanlashni o'rganasiz. Chunki bu yerda ko'rib chiqish strategiyalari bor. Va kompaniya o'zaro solishtirib eng yaxshi bozor o'sishi mumkin bo'lgan aksiya tanlashni o'rganasiz. Endi mish-mishlarga emas, aniq strategiyaga asoslanib investitsiya qilasiz. 6-modul bonus modul, kriptovalyuta moduli. Investor bo'lganingizdan keyin sizdan so'rashadi. Albatta, men investorman desangiz, sizdan kriptovalyutaga investitsiya qilaymi deydi. O'shaning uchun siz uyalib qolmaslik uchun bu yerda barcha darslar bor. Proof of work qanaqa ishlaydi, proof of stake nima, efir qanaqa, bitcoin nima, brokerdan va IPO dan qanaqa farqi bor bir-biridan. Ya'ni u yerda broker yo'q, u yerda уже aniq-aniq bor. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya qilasiz, birjaga to'g'ridan-to'g'ri. Chunki kriptovalyuta broker yo'q. Hamyonlar turlari, Web 3.0, Web 2.0 farqi, bonus darsliklar ham boradi va DeFi tizimi haqida ham o'rganib borasizlar. Endi o'quvchilarimiz natijalari. 4000 dan ortiq odam o'qitdik va ularni bugungi kunda ular hammasi natijaga chiqishyapti, ammo hammasi ham natija bilan bo'lishmaydi. Shuning uchun mumkin bo'lganlarni o'zlari ruxsat berganlarni oldik va o'qish davomidagi o'zidagi qancha daromadga chiqqanini aytib berishdi. Demak, bizda Akrom Hamzohir yaxshi o'quvchilarimizdan bittasi oldin emotsional xaridlarga moyil edi, pul yig'a olmasdi. Hozir esa mana mustaqil investor va hozir o'qishi o'zida $1300 foydaga kirdi. Hozirgi portfeli $27000. Undan tashqari akademik o'quvchilaridan bittasi Gulsara opa. Ular ham xuddi shunaqa. Moliya sodiqxonlik deyarli yo'q edi, investitsiya haqida faqat televizor orqali eshitganlar. Bugungi kun kelib esa ham investitsiya qiladilar, ham pul yig'adilar va $700 o'qish davrida o'zida foydaga chiqqanlar. Farhod akamiz ham xuddi shunaqa. Uy uchun ipotekalari ham bor edi. Hozir esa to'g'ri-to'kis erkin bo'ldi va $500 o'qish o'zida daromadga chiqdilar. Zabihullo akamiz trading bilan shug'ullanganlar va investitsiya o'qiganlardan keyin to'xtab tur, bu farqi bor ekan va trading mumkin emasligini bilib, ya'ni trading deganimiz forex inobatga olamiz. Bundan keyin tashlab hozir to'la-to'kis uzoq muddatli investorlar, xotirjam hayot va xotirjam yo'l bilan investitsiya qilib pullarni ko'paytirib, o'qish davri o'zida $600 ga plyusga chiqdilar. Mag'rub opa ham xuddi shunaqa. Investitsiya haqida hech qanday tushunchalar yo'q edi. Moliyaviy bilimlari hozir yuqori va o'qish payti o'zida $600 foydaga chiqqanlar. Demak, hammamiz o'qish bitirganimizdan keyin, akademiyadan keyin mana bunaqa bitiruv marosimi bo'ladi. Hammamiz birga o'qiymiz. Klubga qo'shilamiz keyin hamda sertifikat. Yaxshi o'qiganlarga biz sertifikat tarqatib, ya'ni offlayn ham bir-birimiz bilan ko'rishamiz xudo xolasa. Endi We Grow Club klubimiz bor. Ya'ni hozir bunga fokus qaratmay turib, hozir asosiy diqqatinglarni o'qishga qaratinglar, akademiyaga. Keyin o'qish bitirib investitsiya qilish boshlaganingizdan keyin klubga qo'shamiz sizlarni. Klubga qo'shilganingizdan keyin u yerda hamma investorlar, sizga o'xshagan qachonlardir bilmagan investitsiyani hozir bilgan, portfellari yaxshi o'sib borayotgan investorlar, oddiy xalqdan chiqqan investorlar, ishlaydiganlar, biznesmenlar hammasi bor va klubimizda yig'ilish qilib turamiz. Offline, onlayn yig'ilishlar, sport bilan shug'ullanamiz. Bir oyda 2 marta offlayn yig'ilish bo'ladi. Toshkentda, Tashkent City'ning o'zida ham sport bilan shug'ullanamiz, ham keyin kafega kiramiz, zavtrak qilamiz, nonushta va u yerda bitta qanaqadir kompaniya haqida ma'lumot beramiz. Juda ham zo'r. Klubimiz shuna qilib o'sib bormoqda. Va 2 marta onlayn yig'ilish ham bo'lib o'tadi. Endi klub haqida batafsil ma'lumot keyin beramiz. Hozir fokus qaratmaylik. Shunchaki aytmoqchimanki, o'qish bitirganingizdan keyin sizlarni shunchaki qo'yib yubormaymiz. Sizlar hammamiz birga yana o'sishimiz kerak. Chunki juda ham ko'p klub ochilishidan oldin odamlar aytganki, men bitirdim va qo'rqyapman. Investitsiya qilib qo'ydim va u yog'iga qanaqa bo'ladi, men tashlab qo'ymanglar. O'shaning uchun aynan shuning uchun klub bor. Bu ekosistema, birimizni tashlab qo'ymaymiz, birga o'samiz uzoq muddatli daromadga chiqish uchun. Eng shirin joyi. Faqat bu yildan bo'lyapti. Bu narsa sizlarga qaysidir ma'noda повезло, omadinglar bor ekan, siz ham qo'shilib qolishingiz mumkin. Yil investor nominatsiyasi. Yoshligimdan shu Targ'ona rekasi ko'rardim va aytardimki, nega men shuni qila olmayman?
qanaqa yo'l bilan qilsam bo'lar ekan va mana xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, investitsiya sohasida biz ham xuddi shunaqa Tarvon Recordsga o'xshagan katta joyda qilamiz. Statuetkalar beramiz, qo'shimcha 100 million so'm sovrin. Ya'ni erkak yil investori va ayol yil investori qilib ham erkakga ham ayolga 100 million so'mdan beramiz. Taxminan 10 ming dollar bo'ladi. Demak, unga qatnashish, qanaqa qilib usloviyalarini hammasini alohida shu klubga qo'shilishdan old etamiz. Hozir sizlar diqqatinglar faqat o'qishda bo'lsin. Yaxshilab o'qinglar. Udda biron zo'r investor bo'lsanglar, balki sizlar ham yil investoriga qo'shila olasizlar. Chunki bu yerda summadan emas. Ya'ni kimdir sizdan balandroq 10 ming, 20 ming solgan yoki 100 ming solgan farqi yo'q. Siz 1000 dollaringiz bilan ham agar solgan bo'lsangiz, foizda. Ya'ni siz 1000 dollar bilan 25% yillik daromad qildingiz, u 10 ming dollar bilan deylik 20% daromad qildi. Siz yutib kelasiz va siz sovringa ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu haqqoniy, adolatli bo'lishi shunaqa qilganmiz. Faqat nimani tekshiramiz? Qanaqa zo'r investor? Yaxshi kompaniya tanlash biladimi yoki yo'qmi? Tahlillarning hammasini aytganimdek, o'sha 5 ta model o'zi zo'r o'rganasizlar, shunga qarab tahlil qilib investitsiya qilasizlar va yutib olishingiz mumkin. Qanaqa darslar o'tadi? Demak, yopiq Telegram kanalda bo'ladi va ham nazariy bo'ladi, ham amaliy bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmanglar, nazariyni o'tib bo'lganlardan keyin sizlarni tushunmagan bo'lsangiz, amaliyot ham bo'ladi, ofisga chaqiramiz, u yerda birga hisob ochamiz, investitsiya qilishni boshlaymiz. Va agarda siz ota-onangizni umra safariga yubormoqchi bo'lsangiz, yokida qarzdan tezroq qutulmoqchi bo'lsangiz, yoki deylik, farzandlaringiz ta'lim uchun, hozir kichkina farzandingiz endi sekin-sekin pul yig'ib boraydi, keyin katta bo'lganda shu katta summaga chet elda o'qiting yoki bizlarni yaxshi institutlarda, nufuzli institutlarda o'qiting desangiz, yoki qimmatbaho xaridlar, uy olmoqchisiz, mashina olmoqchisiz, shunga o'xshagan xaridlar olmoqchisiz, yoki passiv daromad olmoqchisiz shunchaki, yoki ishingizga qo'shimchalar, ish o'zgartirmoqchimansizda, qo'shimcha bitta yo'nalish bo'lsin, ya'ni pul kelib tursin desangiz, unda hamma narsaga как раз-таки shu investitsiyalarni olib keladi. Ozgina pulingiz bilan. Hozir siz deylik yig'a olasiz 100 ming so'mdan kuniga yoki deylik 1 million so'mdan oyiga yig'a olasiz, lekin shuni qayerga solishni bilmaysiz. Aynan bu darslar sizga o'rgatadi. Qanaqa aksiyalar bor, qanaqa qilib ular tahlil qilib solish mumkin. Shu bilan siz har kuni 100 ming so'mdan solib borasiz. Bilasizki, o'sha yerdagi pul ko'payib boradi. Qanaqa barakali mazza qilasiz. Demak, siz darsga qo'shilsangiz, metodologiya bo'yicha hech narsa bilmagan joydan to mustaqil investorga olib boradi. 18 yillik tajribaga asoslangan bilimlar, tajribalar va amaliyot va natija bo'ladi. Xudo xolasa, hammamiz niyat qildikmi investor bo'lishga, o'qiymiz, bilim olamiz, amaliyotda ham hammamiz shuni qilamiz va halol passiv daromadga chiqamiz. Oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hozir havolani pastda qoldiraman. Shu havola orqali o'tsangiz, u yerda raqamingizni, ism, familiyangizni so'raydi. Shu bilan ro'yxatdan o'tib qo'ying. Joyni band qiling. Birga keyin o'qishni boshlaymiz. Va undan tashqari 100% to'lov qaytarish kafolati ham bo'ladi. O'qidingiz deylik, natijaga chiqmadingiz yoki Rafiqat ustoz, men bu narsani bilardim oldin desangiz, pulingiz 100% qaytarib beriladi. Faqat sizdan harakat, intizom va sabr. Qolgan bo'limlarni sizga beramiz, zo'r investor bo'lasiz. Bitiruv marosimiga xudo xolasa keyin hammamiz birga yig'ilamiz. Va bitiruv marosimida eng ko'p savol beraman. Mana sizlar 2 oy oldin hech narsa bilmasdinglar, ha rostdan ham biz deydi investitsiya o'zi boshlash mumkinmi yo'qmi deb o'ylab o'tirardik. Mana hozir investor sizdan xursand bo'lishadi. Xudo xolasa sizlar ham xuddi shunaqa bo'lasizlar. Mana hozir ko'rib turibsizlar videoni, hech narsa tushunmayapsizlar. Endi xudo xolasa mana 2 oydan keyin o'qiganlardan keyin to'liq-to'kis yaxshi investor bo'lasizlar. Investitsiya qilishni boshlaysizlar va o'sha yerdagi 100 dollar, 1000 dollarlar ko'payishni boshlaydi. Passiv daromadga chiqasizlar xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Havola orqali o'tib joyingizni band qilib qo'ying. Darsda ko'rishguncha.